Sizga bitta xamir retseptini beraman, ham chebureki, ham go'zlamayli, endi har doim yumshoqqina bo'lib chiqadigan bo'ladi. O'zbekchiligimizga mos keladigan retseptni bugun iftorlikka bitta xamirdan 2 xilni tayyorlaymiz. Iliq suv, eritilgan margarin yoki saryog', shakar, tuz solamiz, aralashtirib, un solib xamir qoramiz. Xamirni yarim soat tindirib olamiz. Xamir tinguncha qallarni tayyorlab olamiz. Tavaga o'simlik yog'i solib, piyoz hamda qiymani tabga ko'ra tuz, murch bilan qovurib olamiz. Qiyma biroz qovurilgach, pomidorni qirg'ichdan chiqaramiz va qaylamiz ustiga solib 10 daqiqa dimlab olamiz. Go'zlama uchun esa sariyog'da piyozni yumshaguncha qovurib olamiz. Ismaloqni to'g'rab, qovurilgan piyoz hamda qirg'ichdan chiqarilgan sir va ozroq tuz solib aralashtirib olamiz. Singan xamirimizdan zuvalichalarni yasaymiz, yana 10 daqiqa tindiramiz va keyin yoyamiz. Yoyilgan xamirlarga qayalarimizdan solamiz. Chetlarini kesib o'tirmasdan vilka bilan bosib qo'ysanglar, xamir uvol bo'lmaydi. Go'zlamani quruq tovada, chuberekini esa yog'da qovurib olamiz. Go'zlama ustidan sariyog'larni surib pishirsanglar bormi, mazasi hammaga yoqadigan bo'ladi. Xamirni idealligiga va chuberekini sochniligiga baho beramiz. Go'zlamani sirlari cho'zilishini, retsept tayyor etib boqqan mo'jinodarangizni duo qilib, iftorda Boy Fresh bilan dasturxonga tortishni unutmang.